Agar siz pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki davlat tomonidan beriladigan qo'shimcha to'lovlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki bir yilgacha ayrim ma'lumotnomalarni tayyorlab qo'ymasangiz, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha pul vaqtincha to'xtashi, kamayishi yoki umuman hisoblanmay qolishi mumkin. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Amaliyotda juda ko'p fuqarolar aynan bitta hujjat kechikkanligi uchun bir necha oy pulni ololmay yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qaysi katta ma'lumotnomaga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlarga bu taalluqli emasligini, qayerga borish va nima deb murojaat qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilik oilaning budjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avvallari ko'p hollarda odamlar qo'shimcha to'lov olish uchun bir marta hujjat topshirardi va keyin yillar davomida shu asosda pul olaverardi. Masalan, nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov, boquvchini yo'qotganlik nafaqasi, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bor pensionerga qo'shimcha summa yoki o'qiyotgan farzand uchun beriladigan to'lovlar shunday yurardi. Lekin hozir tizim ancha tartibli bo'lyapti. Davlat idoralari ma'lumotlarni elektron bazalardan tekshiradi. Agar bazada ma'lumot to'liq bo'lmasa, muddati tugagan bo'lsa yoki fuqaro o'z holatini tasdiqlovchi hujjatni yangilamagan bo'lsa, to'lov avtomatik ravishda shubhali holatga tushadi. Shunda mutaxassis sizdan ma'lumotnoma talab qiladi. Siz esa men oldin topshirganman-ku deb o'ylashingiz mumkin. Ammo oldingi hujjatning muddati tugagan, holat o'zgargan yoki elektron tizimda tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odamlar qo'shimcha to'lovni asosiy pensiya yoki nafaqa bilan bir xil deb o'ylaydi. Asosiy pensiya boshqa narsa, unga qo'shiladigan ustama yoki qo'shimcha to'lov boshqa narsa. Asosiy pensiya tayinlangan bo'lsa, u odatda davom etadi. Lekin qo'shimcha to'lov uchun sabab doimiy tasdiqlanib turishi kerak bo'lgan holatlar bor. Masalan, farzand haqiqatan ham kunduzgi ta'limda o'qiyaptimi? Nogironlik muddati uzaytirilganmi? Fuqaro yolg'iz yashaydimi? Qaramog'idagi shaxs hali ham yordamga muhtojmi? Mana shular tekshiriladi. iyul sanasi nimasi bilan muhim? Ko'p tashkilotlarda yilning birinchi yarmi yakunlanadi. Ma'lumotlar qayta solishtiriladi. To'lov ro'yxatlari yangilanadi. Ayniqsa ta'lim, ijtimoiy himoya, tibbiy mehnat ekspertizasi va mahalla orqali beriladigan ma'lumotlar shu davrda qayta ko'rib chiqiladi. Agar siz 1 iyulgacha kerakli hujjatni tayyorlab qo'ysangiz, to'lovlaringiz uzluksiz davom etadi. Agar kechiksangiz, keyin hujjatni olib borsangiz ham ayrim hollarda pul keyin oydan tiklanadi. Ayrim hollarda esa o'tgan davr uchun qayta hisoblash talab qilinadi. Bu esa vaqt. Asab va ortiqcha yugur degani. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Men amaliyotda eng ko'p kerak bo'ladigan 4 ta ma'lumotnomani birma-bir tushuntiraman. Bu hamma birdek olishi shart degani emas. Kimning holatiga qaysi bir mos kelsa, o'sha hujjatni tayyorlaydi. Birinchi ma'lumotnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Bu hujjat ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan oilalar, ota-onasidan biri vafot etgan farzandlar, shuningdek qaramog'ida 15 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotgan farzandi bor pensionerlar uchun muhim. Oddiy misol olaylik. Oilada ota vafot etgan. Ona 2 farzandi bilan qolgan. Katta farzand 19 yoshda va universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. U 15 yoshga to'lgandan keyin ham ayrim to'lovlar davom etishi uchun uning haqiqatan talaba ekani tasdiqlanishi kerak. Agar universitetdan ma'lumotnoma olinmasa, tizim uni voyaga yetgan va mustaqil shaxs deb ko'rishi mumkin. Natijada oilaga to'lanayotgan qo'shimcha summa kamayadi. Yana bir misol. Pensioner ota qaramog'ida 20 yoshli farzandi borligini aytadi. Farzand kollej yoki universitetda kunduzgi o'qiydi. Agar ma'lumotnomada ta'lim shakli aniq kunduzgi deb yozilmasa, masofaviy yoki sirtqi bo'lsa, qo'shimcha to'lovga asos bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ma'lumotnomani olayotganda unda talabaning familiyasi, ismi, tug'ilgan sanasi, ta'lim muassasasi nomi, kursi, ta'lim shakli va o'qish muddati aniq ko'rsatilgan bo'lishiga e'tibor bering. Ikkinchi ma'lumotnoma nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma yoki tibbiy xulosa. Bu nogironligi bo'lgan shaxslar, nogiron farzand parvarishlayotgan ota-onalar, nogironligi sababli qo'shimcha to'lov olayotgan pensionerlar uchun juda muhim. Nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, vaziyat boshqacha.
Lekin ko'p hollarda nogironlik ma'lum muddatga beriladi. Masalan, 1 yilga, 2 yilga yoki qayta ko'rikdan o'tish sharti bilan. Agar muddat tugagan bo'lsa, qo'shimcha to'lov ham savol ostida qoladi. Ba'zi odamlar mening kasalligim o'zgarmagan, nega yana borishim kerak deb o'ylaydi. Tushunaman, buni oqlay, lekin to'lovni amalga oshiruvchi tashkilot og'zaki gapga emas, amaldagi hujjatga qaraydi. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi va unga qo'shimcha to'lov ham hisoblanadi. Nogironlik muddati 3 iyunda tugaydi. Fuqaro qayta ko'rikdan avgustda o'tadi. Mana shu oralikda tizimda asos yo'q bo'lib qoladi. Natijada iyul oyi uchun qo'shimcha to'lov to'xtashi yoki keyin qayta hisob-kitob bilan berilishi mumkin. Agar fuqaro uyingacha tibbiy ko'rikni boshlab, hujjatini vaqtida yangilasa, bunday muammo bo'lmaydi. 3-ma'lumotnoma. Oila tarkibi yoki yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Bu ko'proq mahalla, tegishli idora yoki elektron davlat xizmatlari orqali talab qilinadigan hujjat bo'lishi mumkin. Bu hujjat yolg'iz yashovchi pensionerlar, qaramog'ida boshqalar bo'lgan fuqarolar, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotganlar uchun ahamiyatli. Masalan, 7-2 yoshli ona yolg'iz yashaydi. Unga kommunal xarajatlar, parvarish yoki boshqa yo'nalish bo'yicha qo'shimcha yordam tayinlangan. Lekin tizimda uning manzilida yana 2 kishi ro'yxatda turgani ko'rinadi. Ular aslida boshqa shaharda yashashi mumkin, lekin ro'yxatdan chiqmagan. Shunda idora fuqaro yolg'iz emas deb xulosa qilishi mumkin. Agar yashash holati bo'yicha ma'lumotnoma, mahalla dalolatnomasi yoki ro'yxatdagi shaxslarning real yashash holati aniqlanmasa, qo'shimcha to'lov muammoga uchraydi. Yana bir vaziyat. Bir pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i bor. U shu asosda qo'shimcha pul oladi. Lekin oilaviy holat, yashash manzili yoki qaramog'idagi shaxs haqidagi ma'lumot yangilanmagan. Tizimda turmush o'rtog'i boshqa manzilda ko'rinadi yoki umuman ma'lumot chiqmaydi. Mana shunday holatda qo'shimcha to'lovni davom ettirish uchun tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. 4-ma'lumotnoma. Daromad yoki ish holati to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bu ayniqsa ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, kam ta'minlanganlik asosidagi to'lovlar, parvarish puli yoki ayrim kompensatsiyalar uchun muhim. Nega daromad ma'lumotnomasi kerak? Chunki ko'plab qo'shimcha to'lovlar insonning ehtiyojmandligiga bog'liq. Agar oilada daromad oshgan bo'lsa, ishga kirgan bo'lsa, tadbirkorlik faoliyati boshlangan bo'lsa yoki rasmiy ish haqi paydo bo'lgan bo'lsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Aksincha, odam ishsiz bo'lsa, daromadi yo'q bo'lsa, u buni tasdiqlashi kerak. Masalan, oilada ona 2 farzandi bilan yashaydi va moddiy yordam oladi. Oldingi tekshiruvda daromad kam bo'lgan. Keyin oiladagi katta farzand ishga kirgan, lekin ish haqi past. Tizimda faqat ishlaydi degan ma'lumot ko'rinadi. Real daromad esa noto'g'ri tushunilishi mumkin. Agar ish joyidan oylik maosh haqida ma'lumotnoma olinib, oilaning real ahvoli ko'rsatilsa, masala to'g'ri hal bo'ladi. Yana bir misol. Pensionerning o'zi ishlamaydi, lekin uning nomiga kichik tadbirkorlik ro'yxatdan o'tgan. Faoliyat aslida yurmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin tizimda tadbirkor sifatida ko'rinsa, ayrim ijtimoiy to'lovlarda savol paydo bo'ladi. Bunday vaziyatda soliq organidan faoliyat, daromad yoki qarzdorlik holati bo'yicha ma'lumot olish kerak bo'lishi mumkin. Men alohida ta'kidlayman. Bu mavzu eng avvalo qo'shimcha to'lov olayotgan fuqarolarga tegishli. Ya'ni faqat asosiy oylik, faqat oddiy pensiya yoki faqat doimiy to'lov olayotgan odamning holati boshqa bo'lishi mumkin. Lekin sizning pulingiz tarkibida ustama, kompensatsiya, parvarish puli, qaramog'idagi shaxs uchun qo'shimcha, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ulush, kam ta'minlanganlik yordami yoki nogironlikka bog'liq qo'shimcha bo'lsa, albatta tekshirib qo'ying. Ayniqsa quyidagi holatlarga e'tibor bering. Farzandingiz 12 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin hali kunduzgi o'qishda bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Nogironlik muddati yaqin kunlarda tugasa. Qayta ko'rik jarayonini kechiktirmang. Yolg'iz yashash yoki qaramog'ida shaxs borligi asosida yordam olayotgan bo'lsangiz, mahalla va ro'yxat ma'lumotlarini tekshiring. Daromadga bog'liq yordam olayotgan bo'lsangiz, oiladagi ish, maosh, tadbirkorlik va ishsizlik holatini hujjat bilan tasdiqlang. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha to'lovlaringiz muddatsiz va avtomatik ma'lumotlar bazasida to'liq tasdiqlangan bo'lsa, agar sizga hech qanday qo'shimcha ustama hisoblanmayotgan bo'lsa, agar yaqinda idora tomonidan hujjatlaringiz to'liq degan tasdiq olgan bo'lsangiz,
vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin men baribir bir marta tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki bozordagi xatom odamning aybisiz yuz beradi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, har bir ma'lumotnomaning muddati bor. Ayrim hujjatlar 1 oy, ayrimlari 3 oy, ayrimlari o'quv yili davomida amal qiladi. Siz dekabr oyida olgan ma'lumotnomani iyulda olib borsangiz, bu eski deyishlari mumkin. Shuning uchun hujjatni juda erta ham olmang, juda kech ham qoldirmang. Eng to'g'ri yo'l iyun oyida tekshirtirib, zarur bo'lsa yangi ma'lumotnoma olish. Ikkinchi nozik jihat, ma'lumotnomadagi bitta so'z ham muhim. Masalan, talaba deb yozilishi yetarli bo'lmasligi mumkin, kunduzgi ta'lim shaklida o'qiydi degan jumla kerak bo'ladi. Nogironligi bor deb umumiy yozish yetmasligi mumkin. Guruh muddat va xulosa raqami kerak bo'ladi. Yashaydi degan gap yetmasligi mumkin. Aynan qaysi manzilda, kimlar bilan yashashi ko'rsatilishi kerak. Uchinchi nozik jihat. Elektron bazadagi ma'lumot bilan qog'oz hujjat mos kelishi kerak. Siz qog'ozda bir manzilni ko'rsatsangiz, tizimda boshqa manzil chiqsa, masala cho'ziladi. Shuning uchun avval pasport yoki ID karta ma'lumotlari doimiy ro'yxat. Vaqtincha ro'yxat, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim hujjatlari to'g'ri kiritilganini tekshiring. To'rtinchi nozik jihat, kimdir nomidan hujjat topshirishda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Masalan, kekasayib qolgan ota-onangiz uchun siz borayotgan bo'lsangiz, ayrim tashkilotlar og'zaki murojaatni qabul qilmaydi. ID karta nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi orqali qarindoshlikni tasdiqlash yoki notarial ishonchnoma so'ralishi mumkin. Buni oldindan aniqlasangiz 2 marta borib kelmaysiz. 5-chi nozik jihat, to'lov to'xtasa, bu pul butunlay kuyadi degani emas. Agar sizda huquq haqiqatan mavjud bo'lgan bo'lsa va faqat hujjat kechikkan bo'lsa, ayrim holatlarda qayta hisob-kitob qilish mumkin. Lekin buning uchun yozma ariza berish kerak. Og'zaki menga pulimni bering deyish yetarli emas. Arizada qaysi to'lov, qaysi davr, nima sababdan to'xtagan, qaysi hujjat ilova qilinayotgani aniq yoziladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. O'zingiz olayotgan to'lov tarkibini aniqlang. Pensiya yoki nafaqa daftarchasi bank kartasiga tushayotgan summa, SMS xabarlar, oxirgi tayinlov qarori yoki ijtimoiy himoya bo'limidan olingan ma'lumotni ko'ring. Sizga asosiy to'lovdan tashqari yana nima qo'shilayotganini bilmasangiz, qaysi hujjat kerakligini ham bilmaysiz. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla yettiligi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali holatingizni tekshiring. Borib shunday deb so'rang. Menga tayinlangan qo'shimcha to'lovlar bo'yicha iyulgacha yangilanishi kerak bo'lgan ma'lumotnomalar bormi? Mana shu savolni aniq bering. Shunchaki hujjatim joyidami desangiz, umumiy javob olishingiz mumkin. 3-qadam. Sizga tegishli 4 yo'nalish bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Agar farzand o'qiyotgan bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma oling. Agar nogironlik muddati bor bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertizasi yoki tegishli tibbiy komissiya bo'yicha hujjatlarni yangilang. Agar yashash yoki oila tarkibi muhim bo'lsa, mahalla va ro'yxat ma'lumotlarini tekshiring. Agar daromad muhim bo'lsa, ish joyi, soliq organi yoki bandlik bo'limidan tegishli tasdiqni oling. 4-qadam, har bir hujjatdan nusxa qoldiring. Asl nusxani topshirsangiz, sizda hech narsa qolmaydi. Keyin men topshirganman deb isbotlash qiyin bo'ladi. Hujjat topshirganda imkon qadar kirim raqami, qabul qilgan xodimning FES sana yoki elektron ariza raqamini oling. Agar portal orqali yuborsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Telefoningizda rasmga olib qo'yish ham foydali. 5-qadam, arizani yozma shaklida bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan qo'shimcha to'lovlarning uzluksiz davom ettirilishi uchun ilova qilinayotgan ma'lumotnomalarni qabul qilishingizni so'rayman. Keyin pastiga ilova qilinayotgan hujjatlarni yozasiz. O'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik ma'lumotnomasi, oila tarkibi ma'lumotnomasi, daromad ma'lumotnomasi. Albatta, faqat sizga tegishlilarini yozasiz. 6-qadam, bir yo'lni kutib o'tirmang. Eng katta xato odamlar oxirgi haftada yugurishni boshlaydi. O'sha paytda hamma boradi. Navbat ko'payadi, tizim sekinlashadi. Bir hujjatda xato chiqsa, tuzatishga vaqt qolmaydi. Men tavsiya qiladigan muddat iyun oyining birinchi yarmida tekshiruvni boshlash. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar muammo chiqsa, tuzatishga kamida 2-3 hafta vaqtingiz bo'ladi. 7-qadam, to'lovingiz kamayganini sezsangiz,
darhol sababini so'rang. Bank kartaga odatdagidan kam pul tushsa, balki keyin tushar deb kutmang. Ijtimoiy himoya yoki pensiya bo'limiga murojaat qiling, yozma javob so'rang. Sabab aniq bo'lsa, yechim ham aniq bo'ladi. Sabab noma'lum bo'lsa, odam oylar davomida bir idoradan boshqasiga yurib qoladi. Keling, yana bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, talaba farzand, ota vafot etgan. Qiz 18 yoshdan oshgan, universitetda o'qiydi. Oila boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Qiz yozgi ta'tilda uyga kelgan, ma'lumotnoma olishni unutgan. Iyulda to'lov kamaygan. Nega? Chunki tizimda u voyaga yetgan shaxs sifatida ko'ringan. U kishi esa tasdiqlanmagan. Bitta ma'lumotnoma vaqtida topshirilganda oila byudjetidagi uzilish bo'lmas edi. Ikkinchi vaziyat, nogironlik muddati. Fuqaro bir necha yildan beri nogironlik bo'yicha ustama oladi. U har safar qayta ko'rikdan o'tgan, lekin bu yil sog'.